Ammo mana shu dehqonlarga ham Alloh rozi bo'lsin. Vujudi mehnatda qilgan sohillaridan Xudo xolasa Alloh barakatini bersin. Hormen, hoji aka, hormen, xirmonga baraka. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Hoji aka, mana shu musofirda yurgan, uy qilaman deb harakat qilib, tirikchilik qilayotganlarga bitta duo bering. Qani, amin. Qani, amin. Ketmonim tursin. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Amin. Alloh Parvardigor shu uy yo'q aka-ukalarimga, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimga Allohim o'zing g'oyibidan uylar bergin. Amin. 250 ming, 300 ming dollarlik uylarni shunday g'oyibidan berib qo'ygan ilohi. Amin. Amin. Alloh Parvardigor o'zingdan so'raymiz. Uy sotayotgan aka-ukalarim xizmatida bo'laylik aka. Hozir reklama qiladigan uyimiz ham sotilib ketsin. Negativ yozganlarni Amin. Uylari 15 metr snoska tushsin. Allohu akbar. Sizlar hozir sizlarga duo qildik-ku, chiroyli duo qildik azizlarim. Shu xonadon bugungi kunda sotuvda azizlarim. Do'stlar, qaranglar, juda ham bir chiroyli, shinam bir fayzli xonadon ekan azizlar. Ravotdan kirganimizda chap tomonda birinchi xonamizda bugungi kunda uyda egalari bor ekan, bezovta qilmaymiz azizlar. Kelinglar, ikkinchi xonamizdan boshlaymiz. Mashalloh, mana qaranglar azizlar. Hamma yo'g'i bir o'ziga yarashib turgan yangi remont ekan do'stlar. Onalarni qaranglar, juda ham bir chiroyli, bir sifatli qilingan. Uy bo'lsa shunaqa uy bo'ladi-da, mazza qilib kelib yashaydigan. Azizlar, u yerdan chiqib turib, mana detskiy komnatamizni qaranglar. Mashalloh, mana qaranglar, hidi ketmagan azizlar, bilasizlarmi, yangi remontni hidi bir o'zgacha bo'lib turadi. Mana bolajonlarga karavotlar hamma yo'lda qoldiramiz azizlar. Juda ham chiroyli. 3-xonamizni ko'ramiz sizlar bilan azizlar. Mana do'stlar, spalniyni qaranglar. Mana spalniydan mana sanuzulga kirib ketgan bo'ladi ekan. Dom qilib solingan ekan azizlar. Kirib maza qilib yashaydigan qaranglar. Mana azizlar, aka berib qo'ying. Bu ham sanuzulimizni hozirgi spalniydan shu yoqqa kirib ketsanglar ham bo'ladi. Bu eshik ham bor ekan, koridordan kirib ketsak ham bo'ladi. Mana azizlar, qarang. Mana esa mana kuxnyamiz do'stlar, qaranglar. Mana ularda akamiz aytayapti, kuxnylarda juda ham bir sifatli, bir qimmatlardan qildirgan ekan, materiallari yaxshidan azizlar. Hamma yo'q qoladi. Xolodilnik, gaz plita, televizorimiz. Akamiz aytayapti, keliblar bir maza qilib yashaydigan. Bu kuxnya ham zal qilib qo'yib, qaranglar. Mehmonlar mayda o'tira oladi ekan bunday qilib azizlar. Azizlarim, Ravotdan kirganimizda 10 tomonda uyimiz bilan tanishib chiqamiz. Sizlar bilan hozir mana qaranglar mana. Ochiq aymon. So'ra azizlar, mana qaranglar. Bu yerda kosmetik ishlarimiz bor ekan, keyin yengilab berib qo'yasiz. Sizlar bu yerdan kirganimizda ochiq aymoni bilan 4 ta xona deb qo'ysa bo'lar. Mana bitta xonada to'g'rimi? Bu yerda 3 ta xona azizlar. Ketdi, yengil aka ko'rsatib berasiz. Do'stlar, bizda juda ham katta yerto'lalari bor, podvallari qaranglar. 6 sotik 10 xonadan iborat azizlar. Uy bo'lsa shunaqa uy bo'ladi, kiriblar yashaydigan, mana naveslarni qaranglar, o'ziga yarashib turgan. Eniki eng qizig'ini aytaymi azizlar? Hamma kommunikatsiya bor ekan. Bu yerda umniy pechkalarimiz bor, yerto'lada hozir ko'rsataman azizlar. Topli pollarimiz bor. Juda ham yashashga sharoiti zo'r. Azizlar, bu klubda вообще suvdan problema yo'q ekan. Mana qarang. Bu местный suvimiz, ma'da yana bitta suvimiz bor, mana qaranglar. Bu yerda ikkita liniyada suvimiz bo'lar ekan azizlar. 12 tonnali bochkamiz ham bor ekan. Umuman suvdan muammo bo'lmaydi ekan. Do'stlar, uyimizning burchagida hojatxonamiz joylashgan ekan, tarovatxonamiz azizlar. Mana o'tinxonalar, g'o'zapiya, kladovka, mana tandirxonalarda ham qaranglar, bir juda ham bir qulay joyga joylashtirgan ekan. Bu yerda ham navesimiz bor ekan. Bu aytayapman azizlar, kiriblar mazza qilib yashaysizlar bu yerda. Hech narsa kerak emas. Mana da azizlar, umniy pechkamiz bor ekan. Svetimiz yo'q, ama aybga sanamaysizlar. Mana azizlar, umniy pechkamiz hozir lampochka o'zidan-o'zi yonmay qoldi deyapti akamiz. Aka molada bering mana. Hozir sizlar bilan ko'rib chiqqan uylarimizga, koridorimizga, kuxnyaga hamma yo'q ketgan topli pollarimiz molar azizlar. Azizlar, uyni ko'rdinglar, juda ham menga yoqdi, zo'r uy azizlar. Narxiga kelsak, $250 ming ozgina kami bor deyapti.
manzillarimizni sizlarga aytib ketsam, Qirg'iziston O'sh shahri azizlar. Qulupni bilasizlar, hammalar azizlar. Qulupga kelganinglarda Ibn Sino 114-raqamli 6 sotik 10 xonadan iborat juda ham chiroyli azizlar. Yandexga yozsanglar ham o'zi olib kela oladi. Sizlarga yana orientirlarda aytib o'tib ketishim shart emas, bilasizlar, hammalar Qulupda. Murojaat uchun raqamlarni yozamiz. 0551 bilan 008383. Qaytaraman, 551 bilan 008383. Azizlar, bu Qulupda kelib bilgan biladi, bilmagan kelib yashab ko'rib biladi. Do'stlar, manzillarimiz qaranglar. Yana qaytarib aytib o'tib ketyapman azizlar. Qirg'iziston O'sh shahri, Qulup, Motomonga qarab ketsangiz azizlar, xonadonimizdan Ibn Sino 114-raqamlik azizlar, Suratoshga ketamiz. Motomonga ketsak, Sersavet, poliklinika hamma yo'q bor. Azizlar, Kamron klinikani bilasizlar, shuni orqasida bo'lyapti azizlar. Juda ham zo'r lokatsiya, qaranglar, prirodani qaranglar. Keliblar maza qilib, prosta yashab qo'yadigan uy.